Şu kışlakta mehnatkeşlerin işten boş vaktini, dam olish kunlarini bir namunalı o'tkazish maqsadida qanday bir tadbir qilsa ekan deb. Shu o'yda aytdiki, shularda bir stadion qilsak deb. Qaram bir yil bo'lgandi. Ko'p odamlar qarshi turdi. To'g'risini aytmoq kerak. Birovlar ma'qulladi, birovlar ma'qullamadi. Mana bugun mevasini ko'rib turibsizlar. Qanday chiroyli stadion barpo bo'lyapti. Albatta bu bo'ladi. Oxiridan yetkazadi. 20 kundirki shu Navro'z ayyomini bag'ishlab futbol bo'yicha qishlog'imizda 12 ta komanda 200 ta yoshga yetgan musobaqa qilyapti. Bugun shuning yangini bo'ladi. Qishlog'imizda yana bir xayrli ishni boshlab yubordilar. Bu narsa sizlarning nomingizda havola qilmoqchimiz. Qishloq
Şartda bəlli havaskarlık ensem ötürmüşsünüz. Bunun hem şu şahsen Kudayar Amanov'un teşebbüsüyle başlandı. Hadise namam yok şu ensemimizin. Hadise karval edip atadık. Bunu konfos eden kalmış kim sırayla nam yolu verirse biz var. En bana bakmışan ağla veriyorum şu ensemiyle belki rehber kılıp taylandı. Kim haklasa bu yaştan katli nezer, kesmeden katli nezer şu ensemiyle kavruklamış. Oturmam sazın içer Davran yanağıya toy bükür Toyya kelgen şu aziz mehman yanağıya toy bükür Ezgûyatlar bilen barpo itayan toyya diyar şu aziz kaşağıyı başan girağıyı toy bükür Dostlar yürür sağdı Bir gırım hayratı olmaz Eğer kılgın neçe fitne Arar ne hayratı olmaz Yemişten armağanı güçlü Bir kapaslı asratı olmaz Vatan diyen ayrı köyünle Benimki yayratıya olmaz Bağayını bendi bülbülüne Çamansız sayratıya olmaz Vatan diyen ayrı köyünle Benimki yayratıya olmaz Bağayını bendi bülbülüne Çamansız sayratıya olmaz
Vatan diyen ayrı köyümlü Bilin ki hayatı olmaz Bağayını bendi bülbülü Çamansız hayratı olmaz Vatan diyen ayrı köyümlü Bilin ki hayatı olmaz Bağayını bendi bülbülü Çamansız hayratı olmaz Şamansız hayratı olmaz Vatan diyen ayrı köyünler Bilin ki hayratı olmaz Bağayını bendi bülbülü Şamansız hayratı olmaz Bağayını bendi bülbülü Şamansız hayratı olmaz Vatan diyen ayrı köyünü Bilin ki hayratı olmaz Bağayını bendi bülbülü Şamansız hayratı olmaz Şamansız hayratı Okan ters koy. Kaç. Kaç.
Yüreğimde sallanır, yüreklerim kavuşuna baylanır. Sözlerim azarca yakınır, sözlerim azarca yakınır. Yüreğim kavuşuna baylanır, gönlüm yetersiz yanır. Sevgili ağrıma gül saçılsın, sevgili ağrıma kimse açılsın. Sevgili ağrıma gül saçılsın, sevgili ağrıma kimse açılsın. Şu ağrıma yanıma sürelim, şu ağrıma yanıma sürelim. Sevgili arzularımı suçlarsın. Baksayına gönlümdeki sallanır, yüreklerimin kavuşuna bayılamıyor. Evvelanlar aytacağız ki, eğer işlerinizde olsa, ketmek bir 4. yılı sizlerin Novruz bayramınızda iştirak kılıp, tebrikleş ve nasip kılayaktır. Aynısı büyüğü Novruz bayramı, yeni imaret, yani devlet siyaseti derecesi kurtarılgan spor, yaşlarımızı hem cismani, hem mana, kemal taptırışla, en muhim kemal taptırışla, en muhim obyekt, en muhim inşaat, şu stadyumda öteyotgani bilan alohida siz faxrlansangiz arziydi. Ularning hammasi shu Xitoy qishlog'i mehnatkaşlarining og'zi birligi, shu Xitoy qishlog'i Navoiy nomli jamoat xo'jaligi boshqaruv raisi Amonov Tugar Amonovichning tadbirkorligi tufayli hashar yo'li bilan, og'zi birlik bilan yelkama-yelka turib qilayotgan ishlarining yana bir natijasi deb aytsam bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, Xitoy qishlog'i mehnatkaşlari, Navoiy nomli jamoat xo'jaligi dehqonlari, zahmatkash xalq, sevimli o'g'il qizlarimiz, sizler kumsalımızda müstakil O'zbekistonimiz bo'ylab taralayotgan yasharish va foydalanish fasli Novruz bayrami bilan tumanimiz hokimi, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis deputati Xo'janiyaz va Shakardan Yusufova nomidan samimiy tabriklashga ijozat bergaysizlar. Bu ayyomni nishonlash nasib etgan va ozod obod diyorim deb nafas olayotgan har qaysi inson tinchlik, omonlikda, qizg'in va erkin mehnat jabhasida shu muborak bayramni nishonlash nasib etayotganim uchun kuch-quvvatini, ona vatan salohiyatini yuksaltirishga safarbar etish uchun bel bog'laganlarning yarqin namoyishidir. Mustaqilligimiz tufayli qaytarilayotgan Novruz olami o'zgacha va ishlayotgan mazmun baxsh etmoqda. El yurtimizda oshayibtalik, ezgulik, sohiylik, bunyodkorlik bayrami bo'lib qolmoqda. Yangi yil dehqoniga shijoat, kuch g'ayrat
matonat, cesaret, kelgusida umid ve ishonch, farovonlik uchun mo'l hosil yetishtirishda azmi qaror baxsh etmoqda. Shu bois ham yangi yil bahorini fayzu baraka dasturxonimiz ko'pchiligi ramzi sifatida nishonlamoqdamiz. O'zbekiston viloyatimiz kabi tumanimiz zamini go'zal va o'ziga xos tabiatli yasharib, maftunkorligi bilan xalqimizning kelgusiga ishonch va umidini mustahkamlamoqda. Zamin saxovatini oshirish uchun mehnat tashabbuskorligi xalqimizda oshmoqda. Adaqqul dehqonlarimiz yerga urug' qadashni boshlab yubordilar. Yonca ostida chigit ekish, lavlagi ekish, yerdagi sabzavot ekish barcha joylarda hozir bizga kirishildi. Bog'ronlarni parvarish qilish, daraxtlar o'tkazish, obodonchilik ishlari keng jabhada olib borilmoqda. Shularni o'nlashtirib aytmoqchimanki, o'tgan 1999-yil xo'jalik yilida Navoiy nomli shirkat xo'jaligi mehnatkashlari dehqonchilik sohasida, qishloq xo'jaligida islohotlarni chuqurlashtirish sohasida katta muvaffaqiyatlarga erishdilar. Paxtani ham, bug'doyni ham, sholini ham, lavlagi va barcha ekinlardan mo'l hosil olib, davlat shartnomalarini, umumiy shartnomalarini bajardilar. Bu xo'jalikda yerdan mo'l hosil olayotgan dehqonlar bilan biz hamisha faxrlanamiz. Ya'ni tadbirkorlar ham, firmalar ham xuddi shunday yuzlab pudratchilar o'zlariga olingan plan va topshiriqlarni, shartnomalarni bajarishga muvaffaq bo'ldilar. Xalqimiz ota-bobolar ma'naviy merosini ulug'lash, ya'ni qo'ni qo'shnilar, qarindosh urug'lar qadriyatimizga e'tiqodi hozirgi kabi yanada yaqqol mustahkamlanmoqda. Ya'ni ularning birligi, ularning og'zi birligi, ularning qarindoshligi, ularning do'stligi oshmoqda. O'tayotgan har qaysi yilimiz, oy kunlarimiz hayotimiz uchun o'ziga xos tajriba maktabi bo'lib qoldi. Kecha amalga oshirilgan qilayotganlik ishlarimizga tanqidiy ko'z bilan qarab, ya'ni yutuqlarimizning mazmunini yana bir bora ko'rib chiqib, umuman xato kamchiliklarimizni anlasaqgina ularning qaytarilmasligiga biz erishamiz. Prezidentimiz, xalqimiz, tumanimiz, ya'ni butun xalqimizning turmush darajasini, ma'naviy barkamolligini, o'g'il qizlarimizning kamolatini yanada yaxshilash uchun hamisha g'amxo'rlik qilmoqda, barcha shart-sharoitlarni yetkazmoqda. Bundan kelib chiqib, hayotimizni yaxshilash, yoshlarimizni asrash uchun asosiy soha qishloq xo'jaligi ekinlaridan mo'l hosil yetishtirish, ayniqsa bugundan boshlab, yerdan boshlab barcha joylarda texnikani baravar olib chiqish, barcha Yaqinda ketib Sengiz ochib gapirsam aka ya. Sizlarga oilaviy baxt, saodat, o'g'il qizlarimizga yuksak qonunni bir urug'imiz, bir yo'l bo'lib chiqishda tilakdoshmiz. Navruz bayramimiz muborak bo'lsin aziz eldoshlar. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Hozir beraman sizga,
Asiram bir oğlan bir kesen bir kara girip tenarım asiram ama ömrümde gezmem gül zar sayılır Dastı bahar istemem bir olmasa Gül zar sayılır yaramda durmasa Ah hey aman Hadi yürüyüşler, seni yürüyüşler. Yürüyüşler. Hadi
Teberrik mamalarımız, Navruzunuz mübarek olsun. Üçüncü orunda alıp 10 bin son para gelme mükafatlandı. İsrail'de Özbekistan Vatanım Körüklerle Vilayet Başkanlığı ve sağlıkları Zırgara Kudübü'ye Allah rahmet. Navoiy maktabidan tayyorlanib tursin. Yukarı bırak. Yakın be. Yakınlaş dostum, dostum. Gel. İcra etadi O'zbekiston maktabining lirik xonandasi Kelib keldim Navro'zga Allah, Navro'zimiz muborak bo'lsin. Oqsiga erishim Allah, Navro'zimiz muborak bo'lsin. Oqsiga erishim Allah, Navro'zimiz muborak bo'lsin. Navro'zimiz muborak bo'lsin. Navro'zimiz muborak bo'lsin. Belgidek uçar dilden gam. Toshkentlar kiradi qalbimga menim. Bahoring muborak bo'lsin ushbu dam.
raqsında Navoiy maktabi gruppasi ishtirok etadi. Navoiy maktabi lazgidan tayyorlanib tursin. Şevket aylandırdı, alıp tutulmuş. Muazzeret sandırma. Ben gene ko'tardim. O'zbekiston maktabi badiiy havaskorlariga butun qishlog'imiz aqli namudan katta rahmat, ijodiy zafarlar tilab qolamiz. Bir qarsak o'tiring shu bolalarga. Ajab emas, aramizda shu eldoshimiz O'zbekiston, Turkmaniston, Qoraqalpog'iston xalq artisti Ortiq aka Otajon degan ajoyib san'atkorlar yetishib chiqsin. Rahmat. Sizlar borib damingizni olavering, podarkangizdan beradilar. Faqat tosh ko'taruvchilar qolsin. Kaşın karası canım olmuşsun. Ben üzüm şuna canım. Oysa çıkar, oysa kurban olmuşsun. Su başında oturup sonalaylatman canım, sonalaylatman canım. Şahidan köylek giyip, etlaştın köylek giyip, yürek oynatman canım, yürek oynatman canım. Kaş astında göz giyinen ve de ben günümüz giyinen. Kaş astında göz giyinen ve de ben günümüz giyinen. Ve de galap bakılmazsan, ve de galap bakılmazsan. Sargaysın seni yüz giyinen, yaşasın seni yüz giyinen. Ey gülme, 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 kaşı gözünde sürme. Ey gülme, 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 kaşı gözünde sürme. Ve dersin yanılan bulsa, bulsa, bulsa. Yana kimliğini verme, şuna kimliğini verme.
Kitemem başarı şiirlerden başarı İzlesin tep almaysan İzlesin tep almaysan Kara güzel yaşarım Kara güzel yaşarım Ey dürme 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 Kaşı gözüne sürme Ey dürme 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 Kaşı gözüne sürme Ve dersi yalan bolsa 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 Yara kendini verme Şuna kendini verme Rahmet singlim. Yine ertelep e'lon qildik. Bir ansambl tuzdik deb. Xohlovchilar kesin deb. Qarang natijasini. Madrahim va Rohatjon ansamblimizning bir a'zosi 4-brigadadan. Yine ashula Kobuzum bitti bana acayip kola dedi bu yine de nesi yok. Bayramı, mana yangilanish bayrami eskichisini aytganda musulmon yilining boshlanish davri. O'zimizni defachasida aytganda mana shu ekin-tekinlarga kirishib, ekinga kirishib, yuqori hosilni zamini yaratiladigan davr. Mana shu o'tgan yilda yaxshi niyat etib, kimning yani ko'ngildagidek hosili olinmay qolgan bo'lsa, ko'ngildagidek maqsadga erishmagan bo'lsa, mana shu yangi xo'jalik yilida ana shu maqsadlarni hammasiga erishishni men sizlarga tilayman. 2000-yil bu 19-asrning